Hammaga assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. 100 kun ichida 10 dollardan 150 ming dollargacha challenge'imizni 27-kuni, 26-kuni ko'rgan bo'lsanglar ham take profit oldik. Alhamdulillah. Bugun ham xudo xolasa take profit olishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa ham savdoni boshlaymiz. Mana xudo xolasa savdoni boshlayapmiz. Xudo xolasa savdoni Bitcoin'da boshlamoqchiman. Hozir Bitcoin'da analiz qilib savdoni boshlaymiz. Bugun haliginda nima qildim? Otilmaydi, nima qildim? Telegram kanalimga signal tashlamoqchi edim. Signalim mana Wi-Fi hali ham ishlamayapti unchalik. Signalim admin bo'ldi, yaxshi admin bo'ldi. Stuflos oldim. Bu signalimda hozir nima bo'ladi? Hop, bir minut. Gapni yodlab oling. Yo'q, rostdan Wi-Fi ishlamayapti. Yo'q, nimadir bo'lyapti bugun. Hozir mana xudo xolasa Bitcoin'da mana nimani boshlamoqchiman. Bitimda sizlar prosta qo'llab-quvvatlab, like, podpiskani bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh men sizlarga zo'r syurprizim bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Telegram kanalimda, mana Telegram kanalimda epik bo'lasiz. Telegram kanalimda 17 ta obunachi, shu 17 ta obunachi 23 dona bo'lgandan keyin men sizlarga indikator deb o'rgataman. U indikatorda nastroykalargacha o'rgataman. U indikator men javob endi Xudo biladi. Birinchi o'rinda Alloh biladi. Ikkinchi o'rinda men bilimimga tayanib aytaman. 5 ta bitim otsanglar, shu indikator bo'yicha 5 ta bitim otsanglar, 5 tadan 4 tasi take profit olishiga meni ishonchim komil. Shuning uchun sizlar qo'llab-quvvatlab shu Telegram kanalimni obunachisini 23 taga chiqarsanglar, inshaalloh men sizlarga shu indikatorda sovg'a qilaman. Shuning uchun sizlar meni qo'llab-quvvatlab, like, podpiskani bosib, yondirib tursanglar, inshaalloh shu indikatorda ham 10 dollarda 150 ming dollar qilishni ham ko'rsatib, etapma-etap ko'rsatib boraman. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa endi savdoni boshlaymiz. Mana xudo xolasa savdoni tugatdik. Ko'rayotgan bo'lsalaring, grafikdagi narsa prosta bitim xolos. Bu kanalga tashlanish kerak edi, kanalga tashlay olmadim. Afsuski, tashlamaganim uchun ham yaxshi bo'ldi. Mana undan keyingi savdo ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana savdo shu yerda boshlangan. Mana bayga savdo qilingan, yopilgan. Balansim 805 dollar u 85 sentida 284 dollar 20 sent foyda ko'rdim. Lot katta ochib yubordim. Bilmasdan 3 ta ochaman 001 dan 01 dan 3 ta ochaman deb bir lotdan ochib yuboribman. Endi hech nima qilmaydi. Endi bayga bitim qildim. 284 dollar foyda ko'rdim. Agarda sizlar ham men bilan birga ishlamoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga boshida aytganimdek, Telegram kanalimda 23 ta obunachim bo'lsa, xudo xolasa shu indikatorni emas, indikatorda sizlarga sovg'a qilib, nastroykalarni to'g'irlab beraman.
Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa hammamiz foydaga chiqaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Hammaga rahmat.